Hammaga assalomu alaykum. O'tgan darsimizda mahsulot hosil qilishga kategoriya qo'shgandik. Bugun shu mahsulotlarni tahrirlash, ya'ni edit viewsiga kategoriyalarni qo'shamiz. Buning uchun create viewsdan 22-24 qatorda bo'lgan divni va uni ichidagi tarkibini ko'chirib olib, edit viewsiga kiramiz va 21-qatordan shuni tashlaymiz. Ko'chirib turib tashlaymiz. Ya'ni bunda ham name divini tagiga tashlaymiz. Xuddi create viewsida qilgandek, bunda ham xuddi shunaqa qilamiz. Undan keyin iUpdate logic interfeysini ochib olamiz. Bunga yangi metod hosil qilib olamiz. Nomini getAvailable categories deb beramiz. Parametriga product model deb beramiz. Interfeysga metod qo'shib olganimizdan keyin product logicga o'tib, uni realizatsiyasini qilamiz. Lampochka bilan metod qo'shib olamiz. Yetmayotgan metodni qo'shib olamiz. Va metod ichiga kirib, product modelda available categories suyatiga oldin biz yozgan getAvailable categories from db metodidan olib, shu available categoriesga tayinlab qo'yamiz. Bitta xato qilib qo'yibman. Method task product model emas, taskni o'zini qoldiramiz. Ya'ni metodimiz asinxron bajariladi va hech nima qaytarmaydi. Shuni interfeysdan to'g'irlab qo'yaman. Product logicga kirib tekshirib ko'raman. Product logicga kirib yana tekshirib ko'raman. Qizil chiziqcha xatolikni ko'rsatayotgan ketibdi. Endi product controllerga kirib edit action'ga o'zgartirish kiritaman. Returndan oldin await logic getAvailable categories deb yozib, parametriga product model deb beramiz. Parametriga product model o'zgaruvchisini berib qo'yamiz. Keyin ishga tushirib ko'rsak bo'ladi. Ilovamiz ishga tushdi. Mahsulotlarga kiramiz. Tahrirlash desak, mana kategoriyalar ro'yxati chiqyapti. Saqlaymiz desak, bitta xato chiqaryapti. Bu xato to'g'ri chiqaryapti. Ya'ni biz mahsulot narxi 1000 dan oshmasligi kerak deb yozgandik. Faqat bu yozuvimiz undan oldin yozilgandi bazaga. Shuning uchun hozir saqlamoqchi bo'lganimiz uchun xato chiqardi. Uni to'g'rilab qo'yamiz. Saqlamoqchi bo'lsam saqlamayapti, o'zgarish bo'lmadi. Keyingisini o'zgartirib ko'raman. Buni ham saqlamayapti. Endi studiyaga kirib, oldin shablondan qolib ketgan bindni o'chirib tashlaymiz. Gridda ham shu xato bo'lganda eslasizlar. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Endi tekshirib ko'ramiz, ishga tushirib. Tahrirlash qilib, o'zgartirib 1 berib ko'raman. Mana endi saqlayapti. Keyingisini o'zgartirib ko'ramiz. Saqlayapti. Yana bitta narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Narx kiritiladigan maydonda xato chiqyapti. Ya'ni son kiritilmagan deb xato chiqyapti. Bu xatoning sababi brauzer butun sonlarni ajratishda nuqtadan foydalanadi. O'zbek rus regional standartlarida bu vergul bilan ajratiladi. Shuning uchun brauzer vergulni son emas deb ko'rsatyapti. Buni tuzatish yo'llari ko'p. Lokalda o'zgartirish yoki JavaScriptda vergulni nuqtaga almashtirish yo'llari bor. Lekin biz bularni ko'rib chiqmaymiz. Osongina kiritish maydonining turini o'zgartirib qo'yamiz. Number deb. Uning uchun shu edit viewga kirib, narx kiritiladigan input maydonida type'ga number deb yozib qo'yamiz. Ishga tushiramiz. Mahsulotlarga kirib o'zgartirib ko'ramiz. Tahrirlash deb. Mana endi maydonda turi o'zgarib qolgan. Bunda vergulni xato deb chiqarmaydi. Faqat o'zimiz yozgan xatoni chiqarib beradi. 1000 dan ko'p bo'lmasligi kerak. Undan past son yozsak vergulga so'kinmaydi. Saqladik, saqlayapti. Va shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.